Doktor, bitta videoyozda bola beshikda ko'p yotsa, boshi pachoq bo'lib qolishi mumkin degan ekansiz. Lekin meni farzandim umuman beshikda yotmagan, baribir boshi pachoq bo'lib qoldi. Bolani bosh pachoqligi faqatgina beshikda yotish yoki yotmasligiga bog'liq emas. Bu asosan bola bir xil pozitsiyada ko'p vaqt yotib qolishidan yuzaga keladi. Avvalgi videoda ham bola beshikda ko'p vaqt tepaga qarab yotsa, o'shanda boshi pachoq bo'lib qoladi deb aytilgan. Lekin faqat beshikda emas, boshqa joyda ham bola bitta pozitsiyada yotsa, o'sha tomonida boshi bosim olib, natijada boshi pachoq bo'lib qolishi mumkin. Bunga sabab onalarning e'tiborsizligi yoki tajribasizligi. Bolam uxlayapti-ku deb beshikka yoki boshqa joyga yotqizib qo'yishadi-da, keyin esa bola soatlab yotaveradi. Natijada bolani boshi o'sha tomonidan ezilib, pachoq bo'lib qoladi. Farzandingiz boshi chiroyli o'sishini istasangiz, 4 oylikgacha juda ham e'tiborli bo'lish kerak va har 2-3 soat bolani bosh pozitsiyasini tez-tez chap, o'ng tarafga o'zgartirib turish kerak. Agar 4 oylikdan o'tgan bo'lsa va boshida deformatsiya kuzatilayotgan bo'lsa, endi esa bu o'z-o'zidan to'g'rilanib ketmaydi. Bu faqatgina shlim terapiya orqali to'g'rilanadi. Ismim Azamat Karimov, Neocenter klinikani asoschisiman. Biz jamoamiz bilan 4 yildan beri mingdan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga professional yordam berib kelamiz. Agar farzandingiz 2 yoshga to'lmagan bo'lsa va boshida qiyshiqlik, pachoqlik kuzatilgan bo'lsa, Neocenter klinikamizga murojaat qiling.